Barchaga assalomu alaykum. Media Parkdan juda ham ajoyib yangilik. Eksklyuziv obzor desak ham bo'ladi. Bugun Vivo kompaniyasini представители kelganlar Azamat aka va shu videoning oxirida sizlarga bitta sirni ochamiz. Bugun biz ikkita smartfonni 2026-yilning eng yangi, eng birinchi smartfonlardan birini obzor qilamiz. Aka, hozir konkurensiya juda ham katta. Bu smartfonlar nimasi bilan o'sha dunyo bozoriga kirib kela oladi, nimasi bilan odamlarni hayron qoldira oladi? Bitta ko'rsatib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Xo'p, bugun sizlar bilan biz flagman seriyamiz X300 va X300 Pro telefonlarimizni ko'rib chiqamiz. Bularni asosiy boshqa telefonlardan farqi o'ziga xos optika ishlatilgani va o'ziga xos komponentlar ichiga qo'yilgani hisoblanadi. Bizda o'zi 3 ta seriyamiz bor, Y seriya, V seriya va X seriyamiz bor va X seriyalar eng katta shu flagman telefonlar hisoblanadi. Bugun esa sizlar bilan X300 telefonimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Vivo X300. Endi esa buni ochamiz. Vivoning korobkasi ham boshqa smartfonlarga nisbatan ajralib turadi. Telefonimiz ochganimizda telefonimizni rangi ham e'tiborimizni tortadi mana. Demak, bizda garantiyli talon, 90 watt zaryadka, blok pitaniyasi, kabel va mana shunaqa telefon g'ilofi, chexol. Agar solishtiradigan bo'lsak, telefonni o'zini rangi bilan deyarli bir xil. Ya'ni mana shunaqa qulay joylashadi, unaqa ortiqcha qalin emas va ingichka. Ko'rishingiz mumkin. Qo'lga joylashishi ham qulay. Da, chunki bundan sal kattaroq telefon ishlatganman-da, ya'ni bitta qo'lda men o'zi chunki telefondan foydalana olmayman. O'zi обычно ikkinchi qo'lda mana qolib kelishim shart bo'ladi. Masalan, nazar orqaga bosmoqchi bo'lsam, bu yoq tarafdan ikkinchi qo'lim kerak bo'ladi-da. Bu yerda bitta qo'lni o'zida epasa bo'ladi. Ushlaganingizda haligi hissiyotlar qalay? Mana orqa kamera moduli xalaqit bermayaptimi? Yo'q. Как раз именно mana shunaqa holatda men ushlayman-da uni. Удобный bo'ladi. То есть ekranni chekkasini ham bemalol tiysa bo'lyapti-da, pastini ham tepasini ham. То есть aynan mana shu barmoq yetib kelyapti. Chunki рабочий barmoq именно mana shu. Yozganda ham. Shu hamma yoqqa yetib ketayotganda menga yoqyapti. Telefon hajmi ishlash uchun qulay. Da. Yana bir e'tiborga loyiq tomoni, mana hamma kamera modullar bitta shishani orqasida bekitilgani. Bu chang oralarida haligi kir to'planishini oldini oladi. Aha. Shu tomondan qulay. Endi kamerani qanaqangi bir o'zgacha tomoni bor deydigan bo'lsangiz, mana bu Zeiss optika hisoblanadi. O'zi Zeiss nima bu deb savol berish mumkin. Mana biz bilamizki, hozirgi vaqtda bozorda Zeiss bor, Leica bor va bir nechta mashhur brendlar bor. Bu Zeiss o'zi nemis kompaniya hisoblanadi. Deyarli 180 yildan beri faoliyat yuritadi. Oldin shunaqa Carl Zeiss degan odam bo'lgan. Mana shu aynan obyektiv, optika sohasida juda katta yutuqlarga erishishgan. Ya'ni aytadigan bo'lsam, mikroskop, teleskop, hattoki Властелин колец kinosini olingan kamera ham aynan o'sha Zeiss optika ishlatilgan. Mana shu optika, mana shu Vivo telefonlariga o'rnatilgan, aynan X seriyalarda va hozirgi vaqtda V seriyalarimizga ham o'rnatilmoqda. Mana shu Zeiss optika bizga tiniq rasmlar beradi. Megapikselga keladigan bo'lsak, 200 megapiksel va shirokouгольный kamera ham bor. Uning ichida 119 gradus kenglikda oladi. Telefoto bor, ya'ni periskop, uzoq masofalarni olish imkoniyati bor. Va olingan rasmlarni искусственный intellekt orqali to'g'rilab berish imkoniyati ham bor. Endi rasmga olishda biz ko'pincha o'ylanamiz, nastroyka qilish kerak, bir parametrlarni o'zgartirish kerak, lekin Vivo telefonlari mana shunday bir qiyinchilikdan xalos etadi. Chunki o'zi
sensorlari, mana shu ranglarni, spektrini sensorlari bor. Shu bizga bitta knopkani bosishimiz bilan rasmni chiroyli qilib o'zi olib beradi. Biz ortiqcha narsani to'g'irlashimiz shart emas. Shu o'rinda men yana bir marta aytib ketishim kerak. Именно o'sha nemetskiy brend bor, Zeiss, ya'ni ular filmda o'sha linzalar qilib berishadi. Endi tasavvur qiling, xuddi shu linzalar bu smartfonda bor va eng qiziq joyi endi sizlar boshqa segmentdagi smartfonni sotib oladigan bo'lsanglar, unda ham bo'ladi. To есть narx arzonroq bo'ladi, lekin kamerasi, linzasi o'sha zo'r bo'ladi. Mobilografiya bilan, SMM bilan hozir rivojlanib ketdi. Shug'ullanib yurgan studentlar ham menimcha maza qilib endi bu telefonni ishlatishadi. Shuning uchun menimcha aynan shu joyga Vivoga katta rahmat aytish kerak. Xuddi shunday, mana shu Zeiss'ni funksiyalaridan endi esa V seriya segmentidagi foydalanuvchilar foydalanishi mumkin. Meni o'zimga shaxsan yoqqan joyi, chunki men har doim kamera ishlataman-da, chexolni отдельно ochib yopiladiganligini masalan olaman-da, nimaga shu sinib qolmasligi uchun shunaqa qilaman-da. Keyin uni ichiga по-любому musor tiqilib qoladi. Men uni keyin yechib, uni отдельно tozalayman, kamerasini o'zini отдельно tozalayman. Menga yoqqan joyi, mana shu to'rtalasi uchun ham bitta общий oyna turibdi. Ya'ni buning ichiga по-любому musor kirib qolmaydi. Bu smartfonning o'zida turibdi bu narsa. Mana shu joy menga juda ham yoqdi. Chang-ichiga kirib qolmaydi, ustiga bitta mana shunaqa chexol olinsa bo'ldi ekan. Endi kamiga chexol uni o'zidan chiqyapti. Yoqayotgan joyi nastroyka tayyor turibdi. Telefonni olasizda, shunda chexolni taqib уже ishlatishni boshlaysiz. Shu joyi Rasmlar tayyor bo'ladi. Rasm уже tayyor, hamma narsa tayyor. Menga yoqyapti, chunki ko'pincha smartfon olingandan keyin uni nastroyka qilasiz. Chexol olishdan odamlar qo'rqadi, chexol olmasdan turib ishlatishga qo'rqishadi. Birinchi chexol olishim kerak, qo'limdan tushib ketsa nima bo'ladi? Boshqa qilsa bo'ladi, kir bo'lib qolishi mumkin deyshadi, qo'rqishadi. Keyin uni telefonda tushunadigan odamning oldiga borib, menga nastroyka qilib bergin deyshadi. O'zim shu sohada bo'lganim uchun bu narsani juda yaxshi tushunaman. Vivoga katta rahmat, aynan mana shunaqa stilda уже o'ylab topishgani uchun. Va boshqa segmentdagi smartfonlarga ham o'zi shunaqa linza taqishayotgani uchun, e'tibor qaratishayotgani uchun katta rahmat. Bu zo'r raqobatda. Umuman insoniyat uchun zo'r raqobat. Chunki agar boshqa odam yana hozir shunga o'xshash bir qanaqadir zo'r o'zini fishkasini o'ylab topadigan bo'lsa, bu yana texnologiya rivojlanishiga bu menimcha bitta katta turtkilardan bittasi aynan Vivo tarafidan. Kamerani yana bir tomonini ko'radigan bo'lsak, agar foto rejimda 100x yaqinlashtirishimiz imkoniyati bor va asosiy e'tiborga loyiq tomoni video rejimda mana 4K rejimni 120 fps olishimiz mumkin. Ya'ni 60 fps o'zi bizga bir haligi yaxshi kartina beradi, lekin 120 bu yana ham zo'r. 1080 da esa mana 60 fps video bor. Hop, kamerasini ko'rib chiqdik, 200 megapiksel. Bu shu kamera to'g'risida shu savol ham qolmadi. Hop, flagman versiyalarda protsessor qanaqa bo'ladi? Hop, bu telefonimizni protsessoriga keladigan bo'lsak, bunda MediaTek Dimensity 9500 ishlatilgan, e'tiborga loyiq tomoni 3 nanometr protsessor. Ya'ni biz bilamizki, o'rta segmentda 6 nanometr va 4 nanometrli protsessorlar ishlatiladi. Bundagi 3 nanometr protsessor shu telefonni yana ham tezroq ishlashi, har xil zadachalarni tez bajarish imkoniyatini beradi. Mana shu protsessor ko'p zadachalarni bajarish imkoniyatini beradi. Qolaversa, bunda 16 GB operativka bor va uni расширение qilish funksiyasi ham bor. Ya'ni 16 GB bu fizik operativka va o'sha to'layotganda, shu xotira to'layotganda virtualni yana 16 GB o'ziga qo'shib oladi. Ya'ni praktiski 32 GB operativka ishlatgan bo'lasiz. Endi aytaylik 12 GB operativkada 48 ta ilovani ochish mumkin bir vaqtda o'zida. Biz shuni test qilganmiz oldingi V seriyamizda. Endi 16 GB yoki 32 bo'lsa, endi tasavvur qilsangiz ham bo'laveradi. Shu o'rinda aytishim kerak. Bunaqa smartfonni oddiygina o'yin o'ynash uchun olish kerak emas menimcha. Bu narsani agar siz professional bo'lsangiz, qanaqadir o'yin o'ynab, uni orqasidan pul topadigan bo'lsangiz, o'ynang. Yoki aynan nimadir bilan shug'ullanish kerak, ya'niki bunaqa segmentni oddiy qo'pol qilib aytganda alo uchun olish menimcha bu
pulni uvol qilish deb hisoblayman to'g'ri. To'liq funksiyalardan foydalanish kerak. Hammasidan foydalanish kerak bunaqa narsani, chunki har doim ham bunaqa texnika chiqavermaydi bunaqa narxga va o'sha eng asosiysini ayting endi biz endi internet tarmog'iga baribir ulanamiz smartfon bo'lgandan keyin hozirgi zamonda eng dahshatli yangilikni ayting. Endi mana X300 seriyamiz va bu telefonimizni yana ham zo'rrog'i bormi deydiganlar uchun buni Pro versiyasi ham bor. Bundan oshig'i nima degan joyiga. Pro versiyasida endi svязьga haligi yana funksiya qo'shilgan, mana shu прямой sputnikka ulanish imkoniyati ham bor. Ya'ni sputnikka ulanib, undan SMS, звонок yoki internet ishlatish mumkin. Endi biz taniydigan asosiy internet manbai Starlink bo'ladigan bo'lsa, ulanish imkoniyati bor. Demak, shu yer atrofida, shahridagi shu necha yuzta bo'ladigan bo'lsa, shu har bitta stansiya bemalol ulanib, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, ya'ni siz Afrikada bo'lsangiz ham, Avstraliyada bo'lsangiz ham farqi yo'q. Okeanda bo'lsangiz ham ulanaverasiz. Okeanda bo'lsangiz ham, cho'lda bo'lsangiz ham. Mana buni o'zi haqiqiy yangilik desa bo'ladi. Chunki bu narsa o'zi juda ham sanoqli smartfonlarda bor, sanoqli kompaniya flagmanlarda bor. Shuncha gapirganimizga yarasha endi anu 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta ko'rgan yaxshi. O'shaning uchun keyin buni ham raspakovka qilaylik-da, hammaga ko'rsataylik. Vivo X300 Pro. Bu smartfon haqida hali eshitmaganlar ko'p-da. Menimcha hamma eshitganidan keyin o'sha bu telefonimiz hajmi jihatidan ozgina X300 dan kattaroq. Hop, bu korичневый rangi, ochroq korичневый ekan. Xuddi shuni qorasi ham bor, to'g'rimi? Buni qora rangi ham bor. O'sha temный klassika. X300 ga solishtiradigan bo'lsak, aytaylik bu 631 dyuym bo'lsa, bu 678. Va bu telefonimiz komplektatsiyasidan har doimgidek mana sim karta uchun ignasi chiqadi va hozir mana chexolni olamiz. Chexol. Ko'rinishi boshqacha ekan. Garantiyali talon. 90 wattli zaryad blok pitaniyamiz. Endi Pro'ni kamerasi haqida endi informatsiya bersangiz. Xo'p, bu Pro versiyamiz, ya'ni X300 da takomillashtirilgan varianti hisoblanadi. Yana ham ko'proq funksiya, yana ham zo'rroq bo'lsin deydigan insonlar uchun. Buni telefoto rejimlari, yaqinlashtirish funksiyasi, 5400 mm optическое приближение, keyin esa makro kamerasi ham bor buni. Optik stabilizatsiya va zamonaviy kameralar uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Bu telefonimizda videoni 4K formatda 120 fps video olish mumkin. 1080 pikselda 240 fps va 8K video olish ham imkoniyati bor. Video rejimimizni yana bir e'tiborga loyiq tomoni shuki, bunda biz 8K formatda video olishimiz imkoniyati bor. Keyin yana bir funksiya Dolby Vision funksiyasi bor. Endi hamma eshitgan bo'lsa kerak Dolby Digital degan narsani. Dolby Vision funksiyasida mana aytaylik, videoni olishda rejissyorlar atrofdagi освещениeni, yorug'lik, soyani, shuna narsalarni hisobini oladi. Bunda video o'zi mana shu hamma narsani o'zi nastroyka qiladi. Men tushunishim bo'yicha bundan buyog'iga o'sha filmni ham smartfonga to'laqonli o'tib olishadi menimcha. Как minimum 2026-yildan boshlab videograflar SMM sohasidagi menimcha o'sha sekin aynan mana shu modelga o'tib olishadi Proga. Shunday. Ham путешественникlar. Chunki связьda muammo bo'lmagandan keyin bu уже eng optimal bitta dona решение bo'lyapti xolos. Ya'ni shu nimadir o'layman, qanaqadir ulab olaman, paketim mana bunaqasidan sotib olaman degan qanaqadir bosh og'riqlar bo'lmaydi. Bo'ldi, smartfonni sotib oldingiz, ulandingiz. Starlink bilan ishlab yuraverasiz. Kamera mo'shniy bo'lsa nima kerak yana?
Men agar отпускаga chiqsam, mana shu telefonni просто xarid qilaman, chiqib ketishim kerak ekan. Hammasi bitta telefon, smartfonni o'zida bo'lar ekan. Endi bu telefonimizga qo'shimcha funksiyalari bor. Ya'ni siz aytdingiz, отпуск degan masalada aytaylik, отпускаga biron joyga borsangiz, sizni qo'lingizda zo'r kamera bo'lishi kerak. Va aynan mana shu telefonimizda shu qo'shimcha modullar bor. Aynan shu atmosferani beradigan, uni esa biz podpisчикларga qoldiramiz. Ular qani kommentariylarda bizga aytishsinchi, qanaqangi modullari bor va obuna bo'lib, kommentariy yozib bizga qanday moduli borligini aytsalaringiz, biz tomonimizdan sovg'alar tayyorlab qo'yilgan. Men hozir gapiradigan bo'lsam, sirini ochib qolaman. Nima modulligini. To'g'ri, biz bu sirni ocha olmaymiz, lekin men boshqa sirni ochaman. Chunki obzorni boshlaganimizda aytdim, bitta sirimiz bor deb. Endi yaxshilab ko'rsating, biz nimaga syomka qilyapmiz. Ko'rsatuv, mana shu obzorimiz boshidan beri biz o'zi mana shu telefonga syomka qilyapmiz. Boydan beri. Mana biz bu yerda o'tiramiz. Ya'ni biza ikkita telefon emas, biza ko'rsatuv boshida 3-telefonni ham ochganmiz. Hozir korobkasini ko'rsataman. Mana 1, 2, 3. Biza 3 ta ochganmiz, ya'ni bu yerda ikkita X300 Pro bor va bitta X300 ning o'zi bo'lgan. Bekorga men mobilograf SMM'chilar haqida ko'p gapirmagandim o'zi podkastni boshidan beri. Endi 2026-yilda qaysi smartfonni aynan shu ish uchun professional darajada shug'ullanadiganlar bilib oldi, menimcha. Va esingizdan chiqmasa, o'sha bizga bergan savolimiz, ya'ni o'sha yutgan odamga, to'g'ri topgan odamga, aktiv bo'lgan odamga sovg'ani обязательно topshiramiz. Va qanaqadir savollar bo'lsa yana bersanglar bo'ladi. Balkim bundan tashqari yana bitta obzor qilib berarmiz. Buni ham ishlatib, balkim, chunki buni hali biz suvga tiqib ko'rmadik. Isuzuga tiqib ko'rmadik, tepadan tashlab yubormadik, hali qirib ko'rmadik. Vaholanki hozir aytib o'tgan narsalarning hammasi ushbu smartfonda bor, chunki bu narsa уже yangilik ham bo'lmay qoldi. Yangiliklarni, eng krutoylarini уже sizlarga aytib bo'ldik va endi tanlash buyog'i sizlardan. Obunachilar o'zlarining takliflarini bildirishlari ham mumkin. Da, qanday sinab ko'raylik. Da, bemalol yozsanglar bo'ladi. Bizlar biz o'zi shunaqa fishka qo'yganmiz. Biz har safar aynan obzor qilgan vaqtimizda aytamiz, ya'ni konkretniy obzor rubrikasi deb hazil qilib gapiraman o'zi, chunki bu konkret bo'ladi. Qanday bo'lsa, xuddi shunaqacha biz ko'rsatamiz. Xullas, men yaqin orada bunaqa hali unpacking qilmagandik, to'g'risi. Bunaqa yangiliklarni, shunaqa darajadagi smartfonlar borligidan o'zi xabarim ham yo'q edi meni. To'g'risi maza qildim. Juda ko'p informatsiya ham oldim. O'zimda ham shuni ishlatib ko'rish, tekshirib ko'rish imkoniyati paydo bo'ldi. O'shaning uchun men juda ham qiziqib qoldim. Endi men o'ylayapman, keyingi safar o'sha kakrastiki o'sha o'zimizning g'olibimizni aniqlagan kunimiz, balkim biza uni yana bitta unpacking qilib, yana bitta hamma joylarni ujani detaylni, shu zoomlarigacha ham yaxshilab o'zida ko'rsatish niyati. O'shaning uchun Mediaparkdan uzoqlashmanglar va o'sha Vivo'ning представители Azamat aka, sizga katta rahmat aytmoqchiman. Bizdan uzoqlashmanglar, sovg'ani ham topshiramiz, уже полноценный yana bitta obzor ham qilib beramiz va sizlarni xursand qilishda davom etamiz. Sog' bo'linglar. Da, shuni o'zida уже ketyapti. Mana bunda telefotoga o'tib ketadi.